e'tibor bering. Ko'pchilik insonlar hayoti davomida bir savolga javob izlaydi. Ko'pchilik mana shu savolni o'ziga beradi va mana shu savolga javob izlaydi. Nega ba'zi odamlar qayerga qo'l ursa omadi keladi? Nega ba'zilarning ishlari yurishib ketaveradi? Nega ba'zilar yillab harakat qilsa ham bir joydan siljiy olmaydi? Hayotda ko'rgansiz-ku, masalan, kimdir biron bir vazifani olib, biron bir maqsadni o'z oldiga qo'ysa, mana shu maqsadga oson va yengil erishadi. Omadli inson. Ularni ko'rsangiz, havasingiz kelib ketadi. Yoki biron bir ishni boshlasa, ishlari yurishib ketaveradi. Lekin siz yillar davomida harakat qilsangiz ham, o'z ustingizda ishlasangiz ham bitta joyda siljimasdan turib qolasiz. Bitta joyda qolib ketasiz. Buni sababi nima? Buni sababi faqat bilimda emas. Buni sababi faqat mehnatda ham emas, yoki faqat taqdirida yozilganida ham emas, o'rtoqlar. Bu yerda insonni fikrlashi, ichki ishonchlari, qarorlari va hayotga munosabati juda katta rol o'ynaydi. Tasavvur qiling, insonni fikrlash tarzi. Insonni fikrlashida hech qanaqa to'siq bo'lmasa, men uddalay olmayman, meni qo'limdan kelmaydi, menda o'xshamaydi kabi o'ziga cheklovlar bo'lmaydigan bo'lsa, bu ajoyib pozitiv dunyoqarash hisoblanadi va ishonch qarorlar, ya'ni ishonchlar albatta qo'limdan keladi deb fikrlaydi bunday insonlar. Ayrim insonlar esa qo'limdan kelmaydi, hammani ishi yurishmayapti, bankrot bo'lyapti, nima qilaman deydi-da, to'xtatib qo'yadi va hayotga munosabatda negativ, ishonmaydi. Insonlarga ishonmaydi, Allohga ishonmaydi, resurslarga, hech narsaga ishonmaydi va mana shuni oqibatida ishlari umuman o'xshamaydi bunday toifa insonlardan. Bugun buni 3 xil nuqtai nazardan ko'rib chiqamiz. Psixologik, ma'naviy, diniy va ezoterik qarashlar asosida sizga bilimlarni beraman. Birinchi bo'lim psixologik tomondan. Pul haqidagi ong-osti dasturlari qanday shakllanadi? Keling, yangilar ham bor bu yerda. Ong-osti dasturlari haqida sizga ma'lumot bersam. Ong-osti degani, mana har birimiz telefon ishlatamiz. Telefonni o'zini nima desam ekan, miyasi bor, protsessori bor, o'zini miyasi bo'ladi yoki kompyuter ishlatsangiz, kompyuterning ham o'zini miyasi bo'ladi va kompyuterning miyasiga virus tushib qolsa, kompyuterning ichiga o'sha miyasiga virus tushsa nima bo'ladi? Kompyuter qotib qoladi. Umuman ishlata olmaysiz kompyuterni va umuman blokli bo'lib qoladi-da. Mana shunaqa vaziyatda kompyuterning ekraniga urib sindirasizmi? Yo'q. Bilasizki, kompyuterning miyasida, kompyuterning ichida virus bor. U virusni tozalashga harakat qilasiz. Xuddi shunaqa bizni ichimizda ham mana shunaqa miya bor. Ong osti deyiladi bu narsa. Ong ostimizga tushib qolgan viruslar bu bizni ishonchlarimiz hisoblanadi. Qo'limdan kelmaydi degan ishonch, men o'zimga ishonmayman, qo'rqaman, hayotda omadsizman. Mana shularning hammasi viruslar. Va bu viruslar sizni miyangizga tushib qolgandan keyin hayotda hech narsaga erisha olmaysiz, ming afsuski. Nima uchun? Chunki miyada virus aylanib yuribdi. Bu xuddi tanaga shamollash infeksiyasi, bakteriyalar tushib qolgandek gap. Sog'lom bo'lishga ming harakat qilsangiz ham sog'lom bo'la olmaysiz. Nimaga? Ichkarida infeksiyalar bor. Mana shunaqa. Xuddi shuningdek biz ong ostimizni tozalab turishimiz kerak. Ong ostimizdagi ichki mana shu viruslarni tozalamaguncha tashqi hayotimiz o'zgarmaydi. Chunki bizni 97% holatimizni mana shu ichki miya, ichki ong osti boshqaradi. 3% ni esa ong boshqaradi. Mana shunaqa o'rtoqlar.